Aka, mana Domstroy filiallarimizda omadli xaridor va omadli us aksiyasi bo'lyapti. U aksiya haqida qanaqa fikrdasiz? Endi Xudo xolasa hamma ustalar omadini bersin. Domstroyda omadli xaridor va omadli us aksiyasi bo'lyapti. Bundan xabaringiz bormi? Bor. Qatnashdingizmi ham? Alja qatnashilganim yo'q. Lekin kelib turibmiz. Endi omad chiqib qolar. Domstroyda omadli xaridor va omadli us aksiyasi bo'lyapti. Bu aksiyadan xabaringiz bormi? Deydi. Men ko'rdim, menga yoqdi lekin. Hech o'ylab ko'rdingizmi qanaqa yutib olsa bo'larkin deb? Lekin shartlari bo'lishi kerak deb o'yladim. Shartlarini Men hozir shartlarni tushuntirib beraman. Bu aksiya hamma filiallarimiz amal qilyapti. Ya'ni bu filialimizga kelib 3 million so'm mahsulot xarid qilsangiz, ustaga va uy egasiga bittadan kupon beriladi-da, 3 million xaridga. Va aksiya muddati tugaganda 4 ta Damas g'olibini aniqlaymiz, 4 ta Umra safariga yo'llanma va 4 ta Misrga sayohat g'oliblarini aniqlaymiz aka. Mana shu aksiya omadli xaridor, omadli usta. lekin Ha, kelib mana 3 million mahsulot xarid qilasiz. albatta qilamiz.